Farg'onada bank xodimi mijozni o'ldirib, jasadni kanalga tashlab yubordi. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston tumanida yashovchi shaxs 31 mart kuni avtokredit olish uchun Qo'qon shahridagi bankka borgan. U yerda mijoz bankning kredit bo'limi mutaxassisi bilan tortishib qolgan. Shundan keyin ular o'zaro gaplashib olish uchun O'zbekiston tumani Taraqqiyot mahalla fuqarolar yig'ini hududiga kelgan. Bank xodimi shu yerda mashina ichidagi pichoq bilan mijozning bo'yniga bir necha marta zarba bergan. Mijoz shundan so'ng halok bo'lgan. Ta'kidlanishicha, xodim murdani mashinasida olib yurgan. U voqeadan so'ng ishxonasiga qaytib kelgan va soat 19:00 larda ishdan chiqib, mashinasida Katta Farg'ona kanalining O'zbekiston tumanidagi To'lash mahallasi hududidan oqib o'tgan qismiga borib, murdani kanalga tashlab yuborgan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining qasddan odam o'ldirish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bank xodimi qo'lga olingan. Hozirda jabrlanuvchining jasadi qidirib topish ishlari olib borilmoqda.